Akalar, $5000 arzoniga Depal S09 Ultra pozitsiyasi nima deyapti akalar? Qaranglar. Atiga 5 ta farqi bor. Sanab o'taman. Birinchisi, lidar qismi bo'lmaydi va diskasi 20 bo'ladi va orqa oynalari zavodskiy qoraytirilmagan bo'ladi va 4-farqi elektron emas, ruchnoy rul bo'ladi va rul abagrifi bo'lmaydi. Qolgan sidina abagiriflari, massajlari hamda elektron paroklari va pnevma podveskalari va mana xolodilniklarni qaranglar akalar va atamankalar qolgan hamma narsasi bir xil bo'ladi akalar. $5000 arzoniga ultra pozitsiyani xarid qilganinglar yaxshimi? Kommentariyada bemalol yozib qoldirishinglar mumkin. Narxga keladigan bo'lsak, 43500 ga bemalol xarid qilishinglar mumkin. Metallika hamda qora ranglari sotuvda mavjud. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar va Depal S09 ultra pozitsiyalarini bir kun ichida xarid qilishinglar mumkin.